Assalomu alaykum, qadrli musiqa shinavandalari. Xorazm teleradio kanali ijodiy jamoasi sizlarga mumtoz navolar guldastasini bugun yana taqdim etishga shaylandilar. Suvora supasi dasturining bugungi mehmonlari xalqimizga sidqidildan xizmat qilib kelayotgan, ma'naviyatimiz bezagi bo'lgan musiqaning bir ajoyib fidoyilari bo'layaptilar. Bugun asosan ijroda mana mehmon bo'layotgan san'atkorimiz bilan tanishtiradigan bo'lsak, O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek Makchonov, yonlarida mana shogirdi, xushovoz xonanda Hurmatbek Sobirovlar qatnashyapti. Yonlarida novozandalarimiz ham taniqli sozandalar hisoblanadi. Zokirjon Bobojonov boshchiligidagi mana Davronbek va shogirdlari bugun hammamizga ma'naviy go'zallik ulashadilar. Ochilbek, bugungi dasturimiz juda ham bir fayzli bo'lishiga umid qilamiz. Chunki siz bilan dasturni loyihasini rejalashtirgan paytimizda shunday taklif qildingizki, men Hurmatjon shogirdimiz bilan ana shu dasturda hamma ijrolarni hamnafaslikda, jo'r ovozda ijro qilamiz dedingizlar. Dasturimizni tomosha qilayotgan muxlislar nomidan sizlarga fayzli ijrolarni tilaymiz. Bugun chiroyli ijrolar albatta milliy musiqa san'atimizning targ'iboti sifatida qo'shilsa ajab emas. Ochilbek, shunday muxlislarimiz borki, mumtoz qo'shiqlar tinglamasa xumori yozilmaydi. Mumtoz qo'shiqning o'zining sehri bor. Xorazmda bu suvoralarimiz, maqomotlarimizning o'rni boshqacha. Musiqada bir misqol bo'lamiz deb o'tirgan muxlislar nomidan sizga omad tilaymiz. Qaysi suvorani kuylaysiz? Bugungi ijro qiladigan ashulamiz Kachhang suvora va saftisi. Meni magistr diplom ishim Xorazm suvoralarida parda, usul va so'z xususida degan mavzuda edi. Va Kachhang suvora, kach ohang, ya'ni kach so'zi forsida qiyshiq ma'nosida keladi va yana bitta ma'nosiki o'jar ma'nosida ham qo'llashadi. Hang so'zi ohang, ya'ni avji tobora avjga yo'naltirib, avjga minib boraveradi. O'zlarimizning tilda aytganda, avj ustiga avj qo'shilaveradi. Shuning uchun o'sha kach hang, kach ohang, ya'ni qaysar ma'nosida ham qo'llaniladi. Buni ustozlarimiz turli ko'rinishlarda, turli ijro namunalarida ijro qilgan. Bugungi ijro namunamiz ustoz Madrahim Sherozi Yaqubov ijro uslubiga taalluqli. Ochilbek, ma'lumotingiz uchun rahmat. Yana bir narsa so'ramoqchiman, Ochilbek. Yoningizda Hurmatjon bugun sizga hamnafaslik qiladi. Bu hamnafaslikni bugun chiroyli bir an'ana qilib, bizning dasturimizga bir uslub qilib, bir namoyish qilib bermoqchisiz. Maqsad nima bo'ldi? Nima uchun ana shuni tanladingiz? Hamnafaslik an'anasi bizni Xorazm musiqa ijodi tarixida ko'pdan kuzatiladi. Sherozi ustozlarimiz ham hamnafas ijro qilganlar, Matyoq ota doirachilari bilan, keyinchalik boshqa sozandalar bilan, o'g'illari Otanazar Madrahimov bilan hamnafaslikda aytgan ashulolari bor. Hojixon Boltayev, Nurmamat Boltayev yoki Hojixon Boltayev, Ro'zmat Jumaniyozov ijrolari va Komiljon Otaniyozov, Ibod bola degan doirachilari bo'lgan. Familiyalarini eslamadim. Bu kishi bilan hamnafas ijrolari yoki Otanazar Abdulniyozov bilan hamnafas ijrolari, Otajon Xudoshukurov, Rustam Allohshukurov hamnafasliklari, ortiq Otajonov Qadamxo'jayev hamnafaslikdagi ijrolari va bugungi kunda bu an'anani rivojlantirib kelayotgan mana aka-uka G'ofur G'ulom Eshjonovlar yoki aka-uka Murzabek Musobek Bobojonovlar, Mansurbek Bobojonovlar, ko'pgina san'atkorlarimiz bu yo'nalishda ijod qiladi. Lekin bizlarning hamnafasliklarimiz sal boshqacharoq yondashishga harakat qilamiz. Bu hamnafaslikda ovozlar baravarga ijro qiladi. Men aytayotgan hamnafaslarimiz. Lekin biz goh-gohda bir-birimizga savol-javob tariqasida bir-birimizga yakkaxon holda bir-birimizga tashab qo'yib, har ovozni o'zini rangini, o'zini hidini ko'rsatish ma'nosida shunaqangi bir uslub
qo'lladik. Muxlislarimizga menimcha ko'pchilikka ma'qul bo'lyapti. Hochilbek, rahmat. Bu mana yangi bir uslub bo'lib sahnaga, ijodiyot maydoniga kirib kelayotgan bir jarayon bo'lsa ajab emas. Yoshlar, san'atkorlarimiz bu jarayondan bir ko'nikma olsa, bu ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Kashxang suvora yangraydi va iziga safti suvoralar ham bog'lanadi. Marhamat. Saldı ko'nglim ichra baskim chireyi gul nar. Saldı ko'nglim ichra baskim chireyi gul nar. İşkıda düştü başımga hicrara yüz xar xar. Köyde beskin rakibim şunlarga bar bar. Dostlar men telbe ahval zor zor. Kim salaudur gah o't ko'nglimga tushgan xor xor ey voy. Yar hamdam bo'lmayin gerçi bo'lsam ham yiroq. Yoldi din mahzun tabiat kechalar topmas harom. Bas kim hijron kechalarda dilga ruxsori charog. İstemez irse eğer bir ko'ngil jam eylemak. Nega zulfingni perişan lığın eyler tor tor ey voy. Kaşirdi görmesem ben peçu tavbi zülfini. Adrişanı çekmesirdim men azabi zülfini. İşkıda çektim ey azabi bir hesabı halka halka boynuma sal müşterabi zülfünü. Cürmü işkımga megerük eylemişti
kim kurur yetgez eser. Ay bülbül ay atsa yüzül, servi gül ruhsa orsa. Bülbül ay atsa yüzül, servi gül ruhsa orsa. Meyri muşbu nesihet göç irdiye halkperest. Girmedim bir dağlarına, bulmadır demeyi hem nişest. Hav işi takdirim erken, yavruna ruzi eles. Navayi buldi ulbut, kafiri ateşperest. Ne acep kim ger vurulsa, canın ağzına narey vay. Niye buldu yine zulm yaşıyorsan? Canımga kılıp kahrı ağzıyorsan, zulmün bilen otlarga sarsan. Bilmem ki ne kastını alarsan, vədəndə vəfasız bir qararsan. Rəva kürban capan yarsan. Sen birle ahır bir can idik, bir tende güya bir kan idik. Söhbette mudam şadman idik. Hürmet ile ahdi peyman idik. Vədəndə vəfasız bir qararsan. Rəva kürban capan yarsan. Bir özge külüp baktım iken ya, göz kırıyla kaş kaptım iken ya. Aldakçı udip çektim iken ya, şanımga tuhmat takdim iken ya. Vədəndə vəfasız bir qararsan. Rəva kürban capan yarsan. Söyle kanını buldu günahıyım, zulmüne bakıp yerdi beşağıyım. Baş üzereydi düştü fenayım. Vay gündüzü kuyaşı, gecesi maviyim. Vədəndə vəfasız bir qararsan. Rəva kürban capan yarsan.
Göydürme beni bu adetin koyun. Özge bilen şu rahatin koyun. Kem yetme bana muhabbetin koyun. Vedende vefasız beqaror sen. Reva kürbal cepani yararsan. Namanı gözüm yaş ile yazdım. Nazik kalemu kaş ile yazdım. Ay bestide kuyaş ile yazdım. Tasvirini nakkaş bilen yazdım. Vedende vefasız beqaror sen. Reva kurban cepani yarsan. Vedende vefasız beqaror sen. Reva kurban cepani yarsan. Qadrli muxlislar, Suvora supasi dasturi mana chiroyli talqinlar ohanglari bilan juda ham zavqli davom qilyapti. Hozir Kachhang Suvora va Safti Suvorasi bilan birga tingladik. Hofizlarga katta rahmat aytamiz. Hurmatli musiqa muxlislari, bizning Xorazm teleradio kanali orqali efirga uzatilayotgan musiqiy dasturlarimiz Navozanda va Suvora supasi dasturlariga doimiy hamkor bo'lib kelayotgan hamkor tashkilot egalari bugun dasturimizga mehmon bo'layaptilar. Ulug'bek Ismoilov o'zlari musiqashinavandalari dasturimizga xos bo'lgan esdaliklar tayyorlab, har bir dasturimizda o'zlarining chiqishlarini qilib kelyaptilar. Bugun an'anani davom qildiramiz va men yonimga Ulug'bek Ismoilovni taklif etaman. Televideniye orqali qilinadigan bu tadbirlarni ishtirokchisi bo'lish, unga bevosita o'zingizning hissangni qo'shish, bu ham odamga baxt bag'ishlaydi. Nimaga desangiz, Xorazm musiqasini o'zi bu xorazmliklarning 7 dan 70 yoshgacha bo'lganini musiqa eshitmaydigani yo'qligi, unga qiziqmaydigani yo'qligi. Hozir ham qaysi ko'chadan o'tsangiz, uylardan musiqa saslari chiqib turadi. Buni hammasi mana shu xorazmliklarning musiqaga, san'atga bo'lgan mehrini oshirib boryapti. Shularni ko'rib ham biz bekor yurmaylik. Mana shu ishlarga o'zimizni hissamizni qo'shaylik, biz televideniyada hamkorlik qilib, mana shunday sozandalarni, xonandalarni, elni ulug' insonlarini taqdirlash tadbirini yo'lga qo'ydik. Kimni taklif qilamiz hozir? Viloyat ma'naviyat va ma'rifat markazining rahbari Bekzod Abdurimovni chaqiramiz. Bekzod Abdurimov bugungi kunda mana ham ma'naviyatimizning, ham tariximizning, ham musiqamizning ham ilg'or targ'ibotchisi desak mubolag'a emas. O'zi musiqani ma'naviyat bezagi deb e'tirof etishadi. Oltin sovg'alarni topshiring, keyin fikrlarni eshitamiz. Ta'kidlash joizki, bugungi mana shu globallashuv davri kechar ekan butun dunyoda. Bunday vaziyatda bizni yoshlarimizni tarbiyasida, yoshlarimizni xulqi, ularning ruhiyatini saqlab qolishda bu adabiyotimiz, tariximiz bilan birga bu Xorazm musiqa san'atini beqiyos o'rni bor ekanligi nafaqat musiqashunoslar, balki mana shu ma'naviyat sohasini mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi. Chunki bu ma'naviyatimizning immuniteti bu musiqa san'ati ekanligi hech ikkilanmasdan bemalol ayta olishimiz mumkin. Uzoq tarixi bor. Xorazm musiqa san'atini, masalan, Xonchiqar kuyini Xiva xonlari davri bilan agar bog'laydigan bo'lsak, lekin Xiva xonlari ham o'sha kuylarni yaratilish jarayonida ularni uzoq o'tmishdan olganligini bugun biz tarixni o'rganish jarayonida ko'ryapmiz. Masalan, Beruniyning xabar berishicha, tashqaridan Xorazmga dushmanlar bostirib kirgan paytda shohni chiqishi degan, shoh chiqar, ya'ni Fag'bura degan bir bayram bor ekan va bu Fag'bura degan bayramning mazmuni shunday ekanki, o'sha Xorazm vohasini, aholisini, yurtni himoya qilish uchun shoh otga minib otlanishi, bu shohni chiqishi bayram tarzida musiqa bilan chiqib ketar ekan.
o'sha dushmanga qarshi, yovga qarshi otlanish jarayonida. Xuddi shunday shohlarni bir avlodlari sifatida o'zlari ko'rgandirki, bu xonchiqar kuylarini qandaydir bir bog'liqlik jihatlari bo'lsa kerak. Tarix bilan, adabiyot bilan san'atimizni o'zaro bu integratsiyasi, o'zaro bog'liq holda bugun xalqimizga taqdim qilar ekanmiz. Albatta bu yoshlarimizni ma'naviyatida, yoshlarimizni ma'rifatiga o'ziga xos bir go'zal bir tarbiya bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Ulug'bek aka ham musiqa tarixini, uni ma'naviy hayotimizdagi o'rni haqida mana har dasturda bu musiqa bilan birga uni ahamiyati haqida fikr mulohazalar berilib boriladi. Yana bir taqdimot davrasini o'tkazib olamiz. Qurbon Muhammad Rizo Quronbay akani taklif qilamiz. Bu kishi tarixdan, adabiyotdan, san'at, madaniyatni hammasini ming yilliklarini mana Al-Xorazmiy, Beruniy, Maxtumquli romanlari orqali ta'riflab berganlar, ming yil burun nimalar bo'lgan Xorazmda. Shularning uchun ham biz bugun bu kishini qilgan xizmatlarini ulug'lab, shu taqdirlashga chaqirdik. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Maxtumquli Firog'iy tarixiy romanlar hamda qator she'riy to'plamlari bilan o'zbek adabiyot, san'ati va madaniyati, ma'rifati, shuningdek tarixiy rivojiga ulkan hissa qo'shgan taniqli yozuvchi, shoir, jurnalist va dramaturg, xalqaro Maxtumquli mukofoti va do'stlik ordeni sohibi Qurbon Muhammad Rizo Navozanda teleko'rsatuvi hamkor tashkilotlar tomonidan diplom va esdalik sovg'a bilan taqdirlanadi. Qurbon Muhammad Rizo ustozimiz albatta elga, yurtga o'zining ijodiyoti bilan tanilgan. Televideniya sohasida ham o'zining mahoratini oshirib bizga ko'p saboqlarni bergan ustoz. Televideniyada tishim chiqqan deydi. Men televideniyada boshlab rais darajasiga erishib, ben sizlar bilan birga ishladim. Esimda hozir mana Ochilbek shular aytyapti. Xorazm televideniyasida maqom ansamblini tashkil qilganmiz. Ochilbek mana shuni davom ettirib kelyapti. Bu maqom ansambli respublikada Toshkentda ham zapis qilib oldilar. Birinchi maqom ansambli. U vaqtda maqomga faqat kuy bilan aytilar edi. Shunga qo'shqam qo'shib Ro'zmat aka, Bozorvoy, O'rinboyevlar badiiy rahbarligida ajoyib ishlar qildik. Mana shu davom qilyapsizlar. Ijodkorlar nomidan, shoirlar nomidan tashakkurimni bildiraman. Menga bo'lgan hurmatingiz uchun tashakkurimni bildiraman. Yaxshilik aylagin sen kuching yetguday. Shuhrating olamga tarqalib ketguday. Nomingni ham bashar tog'abad tutguday. Top doim imkonin qil uni vaqtida. Fursati o'tmasa har neki yaxshida. Hech narsani fursat o'tmasin. Rahmat ustoz. Sizga vatan uchun, millat uchun, xalq uchun ijodiyot qilishda sog'lik, salomatlik, bardamlik tilab qolamiz. Omon bo'ling. Ulug'bek aka, endi kimni taklif qilamiz ustozlardan? Haykaltarosh rassom Shavkat aka Usmonov taklif qilamiz. Hurmatli muxlislar, Shavkat Usmonov ulug' yoshdalar, lekin hali ham ijodiyotdan charchagani yo'q. Ma'naviyatimizning targ'ibotida ustozning asarlari alohida o'rin tutadi. U kishi nafaqat haykaltarosh, balki musiqa shinavandasi. Ko'p musiqa targ'ibotlariga bizga hamkorlik qilib kelyaptilar. Hazrat Navoiy, Mavlono Ogohiy, Shoh Mashrab, Firuzxon, Pahlavon Mahmud, Abulg'ozi Bahodirxon kabi buyuklarning siymolarini o'z asarlarida mohirona yaratib, adabiyot, san'at, madaniyat, tarix rivojiga ulkan hissa qo'shgan taniqli haykaltarosh rassom Shavkat Usmonov Navozanda teleko'rsatuvi hamkor tashkilotlari tomonidan diplom va esdalik nishon bilan taqdirlanadilar. Sizlere sağlık, esenlik, güç, kuvvet, ailelere izzet, tinçlik, xotirjamlik, yurtumuzda Xudayım göz değmesin. Hem muhakkak yurtumuz rivajlanıp, insanlarımız baxt saadetli bulup, farzandlarımız baxt saadetli yaşayışlarını niyet kılamam. Açılbek, Mətcanımın eskilerini kılıp koymayan, ben doğrusunu aytavereyim. Pivalım özümlü, yaş vaxtından bilemem, bunların öyünü bilemem. Atasını, hemmesini ben bilemem akıl. Açılbek, acayip sazende, koşulları aynı kısa. Yüreğimden ötüp muradı ki, icadıma bir ne alamandan, yüreğim, senem şunun bir icadi işlerini kıl, şunun bir güzel olsun, şunun bir müzika diyeyim, eşullah diyeyim olsun demenden ben ama köyünüm şunun diyeyim beni. Kalbim beni şu senete berleyen. Ömrüm sazendeler bilen yatırma. Bazılarım sanat mektebinde ders veremem. Musiqaga bo'lgan ana shu ta'sirchanligingiz hech qachon so'nmasin. Rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat, sağ olun. Navbatdagi mehmonni chorlasak. Navbatdagi mehmonimiz Erkin aka Ollamov. Bu kishi Komiljon olim. Ya'ni O'zbekiston xalq artisti Komiljon Ataniyazov to'g'risida tarixdan materiallar topib, xalq eshitmagan gaplarni topib, shularni kitobat qilib, xalqqa taqdim qilib keladir. Ondan ziyod asarlari
chop qilingan. Erkin ota Allamov Komiljon Otaniyozovning hamqishloqlari bo'ladi. 40 yil davomida maktabda direktorlik qilgan ustozga mana esdalik sovg'alarni topshiramiz. Marhamat. Umrini O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov hayoti va ijodiga bag'ishlagan ulug' hofizni yangi qirralarni o'z asarlarida keng yoritib, kitobxonga yangi tarixiy ma'lumotlar berib kelayotgan taniqli o'qituvchi, ustoz, xalq ta'limi a'lochisi, Komiljonshnos tadqiqotchi Erkin Allamov Navozanda teleko'rsatuvi hamkor tashkilotlari tomonidan mana shu diplom bilan taqdirlanadilar. Menga berilgan bugungi katta mukofot Xorazm san'atiga, Komiljon aka Otaniyozovning shogirdlariga, izdoshlariga, ayniqsa Shovot tumanidagi Komiljon aka yetishib chiqqan Bo'rachi qishloq ahliga berilgan mukofot deb qabul qilaman. Bezotjon, sizlarga katta rahmat, Ulug'bek aka rahmat. Qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan bugungi musiqiy dasturimizda hamrohlik qilyapsizlar. Doimo ijodiy targ'ibotlarimiz ijobiy davom qilsin. Rahmat. Ochilbek O'zbek milliy musiqa san'atining rang-barangligi qo'shiq yo'nalishlari bilan ham alohida e'tiborga molik, chunki bir nechta ashula yo'nalishlari, ashula maktablari shakllangan O'zbekistonda. Farg'ona, Toshkent aytim yo'li, Buxoro aytim yo'llari, Surxondaryo, Qashqadaryo uslublari. Bizning Xorazm uslubi o'zgacha. Biz ana shunda sizning ham juda katta bir mahoratingizni sezamizki, doimo o'zingizning yangiliklaringizni shu ijodiy targ'ibotga qo'shishga harakat qilasiz. Har bir qo'shiqda o'zingizga xos bo'lgan ijro mahoratini anglaymiz. Buni qadrli muxlislarimiz ham biladi, ijodkorlar ham yaxshi anglaydi. Endi dasturimizni davom qildiradigan bo'lsak, mavzuni nimaga bog'laymiz va nima ijro qilamiz? Har bir mahalliy ijro uslubini o'zigagina xos bo'lgan asarlari bor. Ya'ni Farg'onada tadavorlar deymiz. Buxoroda shash maqomni ikkinchi guruh sho'balari deymiz. Bu maqomlardan tashqari, Xorazmda maqomlardan tashqari suvoralar aynan Xorazm ijro uslubiga xos bo'lsa, yana bitta ashula Feruz turkum ashulalari. Aynan bu Xorazm ijro uslubini o'zigagina xos bo'lgan mumtoz, mustaqil bir asar turkum. Va shu Feruzlarni bir qancha ijro namunalari bizlargacha yetib kelgan. Buni sanab adoga yetib bo'lmaydi. Va shu Feruzlarni o'rgangan holda Hurmatbek bilan Feruz 1 va Feruz 2-ni muxlislarimizga taqdim qilsak, o'zlari bu narsani ilg'ab oladilar, qaysi ijro uslublari qo'llaniladi. Chunki bizlarni tinglaydigan tinglovchilarimiz juda zukkor tinglovchilar deb bilaman men o'zim. Feruz 1 va Feruz 2-ni taqdim qilsak, biz hech qanaqa yangilik kashf qilmadik. Faqat ustozlarimizni bahol qudrat o'rgandik va bugungi kundagi ijroda kamroq qo'llanilayotgan nola qochirimlar, desak bo'ladiki, asl qochirimlarni bahol qudrat o'rganib qo'llashga harakat qildik. Albatta ustozlarning mana shu uslublarini buzmasdan asl holida yetkazishning o'zi bir san'at, o'zi bir mahorat. Müşkin koşuyor hayati Ulçaş mücellat üstüne Katlim üçün nas kilturur yara Nun irtibalsa Balsa üstüne
التماشا قامتي زیباس بیرلن آرزین گر körmesen gül bulganın yara hayvan düşem şad üstüne hayvan düşem şad üstüne Nazu edau gamzesi Kastim kunurlara dem bedem Lahmunca afet bulur yara Bir ademi zat üstüne Bir ademi zat üstüne من خستگی جان esremek Emdiye vurduş var kim Katil közüye bir dağ yeter Her lese bir dağ üstüne yar yar Ul gül yüzü şevki bilen Şeyde o könül şamı ser Bülbül dikeyler yüz nam minne feryat üstüne yar yar Başım gayalgan gam taşı Mindim bir çab olmaya yar yar Gerdun eğer min bestun yaldur sefer hal üstüne yar yar
kerem eyler şahi. Ten tut yamonu yakşını Hakikaten yeber bağdolur ahir cehanda niçe Süleyman diyen takdim kurban üstüne yar yar o üstüne beni belaudur bilmediğim İdil rabauka şu közün kim bir nezerden saldı canım erauka şu közün yar yar aldı karavru takatim aksine yunav zikbirin saldı karav gün başıma iki karav kav şu közün yar yar
koydu dağlar Reşt utdin havlu lebin Künlim gayet kür diye tümene derdu bela kaşu gözün yar yar Kavşu közün bir dağıldı diyeyim Dağıl eylesem irmez acaba Kimni cefalar kılmadı ahır bana kavşu közün yar yar Hem yüz ölikni tırgı sürer Sözün yar yar Min trikni öldürür eylep cefa kavşu gözün yar yar Şirinle biyendin ağayi Cismine can bir kim ani Öldürdü bir kim mağlub yara Bakkaç ki alkan şu közün Bakkaç ki alkan şu közün Qadrli muxlislar, bugun el tanigan san'atkor, xushovoz xonanda, O'zbekiston xalq hofizi Ochilbek Matchonov va yonida shogirdlari xonanda Hurmatbek Sobirov ijrolaridan bahramand bo'ldik. Ochilbek, bu ijrongizda bir yangicha bir uslublarni ham sezdik. Albatta, bularni tinglayotgan yosh ijrochilarimiz, ijodkorlar, san'atkorlar ilg'agan bo'lsa ajab emas. Ana shunday yangiliklar bizning dasturimiz uchun ijodiy tuhfa desak mubolag'a emas. Hozir mulohazalarga Erkin ota Allomovni taklif qilmoqchiman. Erkin ota, keling. Men mana shu yangi tahrirdagi buyuk hofiz yodi deb nomladim. Mana shu kitobni Xorazm televideniyasi ijodiy xodimlariga Umurbek meni nomimdan shuni sovg'a sifatida, men esdalik sifatida qabul qilib olsangiz sizga topshiraman. Rahmat, salomat bo'ling.
Hammamizga ma'lum Xorazm san'ati juda katta bir boy tarixga ega, juda katta san'atkorlarimiz o'tgan. Bu kitobni yozishimda ikki og'iz so'z aytib o'tin. 1934-yilda Kamiljon Atani yozib, birinchi marta Shavot tumanidagi o'zi tug'ilib o'sgan qishloqdagi G'ayrat maktabiga 34-yilda maktabga o'qituvchi bo'lib bordi. Shu yerda 1,5 yil ishladi. Shu Kamiljon Atani yozib ishlagan maktabda men salkam 40 yil rahbar bo'lib ishladim. Mana bu kitobni yozishimga asosiy ijodimda turtki bo'lgan narsa o'qituvchilik sohasida men Kamiljon Atani yozibni o'zimga ustoz deb bilaman. Shuning uchun shuni ruhini shod etish borasida bir necha kitoblar bitdim. Xorazm san'atini yuqori pog'onaga ko'tarishda jonkuyarlik bo'lib, fidoyi xizmat qilayotgan Ochilbek Matchonovga shuni ruxsat qilsangiz topshirsam ustozdan sifatida. Ochilbek juda go'zal ijrolar bo'ldi. Albatta bu dasturlarimiz musiqa ijodiyotidagi bir targ'ibot, amaliy jarayonlar deb qabul qilinadi. Kelgusida mumtoz ashulalarimizning targ'ibotida yana qanday uslublar, qanday yangiliklar kiritishni xohlar edingiz? Prezidentimizni va davlatimizni yaratib bergan sharoitlaridan kelib chiqqan holda, bulardan ilhomlangan holda ko'ryapmizki, oqqan daryo oqmasdan qolmas. Va ustozlarimizga ergashib, bizlarga ergashib, ta'lim olib, o'rganib kelayotgan chiroyli ovozli ukalarimiz bor. Ajab emas, ulardan ham chiroyli hamnafaslarni tanlab, keyingi ko'rsatuvlarimizda muxlislarimizga bir taqdim qilsak va ular ham shu hamnafaslikda kelgusida elimizga, yurtimizga xizmat qilsalar degan bir niyat bildiramiz. E'tibor qilib, diqqatlarini berib bizlarni tinglaganlar, kuzatganlar uchun sog' salomat bo'lsinlar. Rahmat katta Ochilbek. Muxlislar nomidan sizlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bugun chiroyli musiqiy ohanglardan bahramand bo'ldik. Milliy musiqa san'atimizning uslublari, ustozlar qoldirgan ilmiy ijodiy meros bizni doimo ana shunday targ'ibotlarga, amaliyotlarga undab turadi. Va sizlardan yana kelgusida yangi ijod namunalari kutib qolamiz. Ustozlarning ruhlari hamisha madadkor bo'lsin. Qadrli muxlislar, mana bugun Xorazm teleradio kanali ijodkorlari tomonidan e'tiboringizga havola qilingan, istirohat damlaringizga zavq, shavq ulashgan dasturimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Istagimiz shuki, har bir xonadonda, har bir insonda doimo qo'shiq tinglash imkoniyati mavjud bo'lsin. Bayram, yaxshi kunlarni niyat qilgan holda bugungi musiqiy dasturimizga, suora suhbatimizga yakun yasaymiz. Yana bir bor qo'shiqlar hamroh bo'lishini niyat qilamiz. Salomat bo'ling.